Aziz opa-singillarimiz, aka-qizlarimiz, biz yana eksklyuziv tillalarni obzor qilishda davom etamiz. Bu bizni toshkentlik klientlarimizni zakazlar, toshkentlik klientimizni birinchi o'rinda uzikni ko'rsataman. Bu nima deyapti? Qaranglar, yonishini qaranglar buni. Eng oxirgi modeldagi 22 karat 916 Pro, mana orqa tarafi. Orqasini ko'ryapsiz, litoy. Oldi tarafi gram ham necha gram tasavvur qilinglar, 20 gram. 916 ya'ni 22 karat eng yaxshi oltinlardan biri, ya'ni mulk oltini. Qaranglar qanaqa chiroyli. Bitta qo'lga taqasiz, mana 100 ta brilliant o'rnini bosadi. 22 karat 916 Pro. Ilohim yaxshi kunlarga nasib qilsin. Bu klientlarimiz hozir zakazlarni bitta sizlarga obzor qilib beraman. Juda ham chiroyli, og'irgina. Bularning kichkina grami ham bor, bularning nabori ham bor. Juda ham chiroyli, qaranglar. Shohona turibdi. Endi keyingisini sizlarga obzor qilaman. Bu ham 22 karat. Hammasini bu zavod juda ham chiroyli, 10 gramdan oshadi. Общий nabor xohlasanglar, brasleti bor, shunaqangi chiroyli. Sirg'asi bor. Bitta klientimiz bu ham toshkentlik. Bu ham orqasini ko'rsatamiz. 22 karat 916 bu ham. Toza oltin 91-92% oltini bor. Hozir trendda biz eng yaxshisini sotamiz. Eng zo'rini, eng sifatlisini, buni ham har xillari bor. Zo'r yonishini qaranglar, chunki bunda oltin miqdori eng yuqori darajada. Ilohim yaxshi kunlarga nasib qilsin, mazza qilib Ramazonlarda taqib, ilohim ko'zni o'ynatib yuringlar. Va har doimgidek trendga chiqqan, mana qaranglar qanaqangi chiroyli 19 razmer 750 proba. Bu menga katta, chunki 19 klientimiz zakazlari. Bu ham toshkentlik klientimizniki. Mana bu joyda qimillaydi. Ozgina yaqinlashtirsangiz men ko'rsataman. Qaranglar, qimillaydi. Juda ham chiroyli. Kres eng trendga bo'lgan общий grami ham bor, brasleti, uziy sirg'asi ham bor, o'zimda ham nabori bor. Juda ham zo'r, ko'p sotyapman. Litoy bu ham 10 gramdan oshadi bu. Endi hozir italyanskiy 750 Pro zanjirimiz ko'rsatamiz. Qizlar, qaranglar. Qanaqangi chiroyli, qanaqangi zo'r. Вообще chiroyli narsa mana. Qaranglar, yonishini qaranglar. Italiya proba 750 proba. Bu ham klientimiz zakazlari. Adashmasam Buxoro shahar. Buxoroyi azim. Buxoroliklar har doimgidek aktiv. Ayniqsa Buxoro, Samarqand, Toshkent shahri, ayniqsa birinchi o'rinda Toshkentga ko'p sotaman klientga. Va Surxondaryo ham aktiv. Mana bu ham klientimiz italyanskiy 750. Bizda Italiya 585 22 karat arab tillalari bor. Va bu ham viloyat ismidan chiqdi, chunki klientlarimiz ko'p, har bittasini eslab qolish qiyin. Bulgari, qaranglar qanaqangi chiroyli, beli zolota sariq oltinimiz va uzigi bilan zakaz qilganlar. Komplekt qilib, nabori ham bor. Endi uziy sirg'a zakaz qilganlar mazza qilib taqadilar. Buni sarig'i ham bor, beli zolotasi ham bor. Mazza qilib taqish nasib qilsin ilohim. Yaxshi kunlarga taqing opajonim. Endi menda kichkina gram Van Cleef'imiz. Bu ham 750 proba. Bu ham kichkina gram. Xohlasanglar kattasini kecha yaqinda sotdik, ko'rdinglar. 12-13 gramligini. Men bu bitta sinimizniki Van Cleef 750. Bu ham adashmasam Toshkent. Endi sepochkamiz, hali og'ir gram ololmasanglar, bizda mayda sepochka, nejniy italyanskiy sepochkalarimiz ham bor. Mana qaranglar qanaqa chiroyli. Oltinmi bilmayman, esimdan chiqib qoldi grami. Mana bunaqa joyda do'rikali, sifatli tillamiz. Mana qanaqa chiroyli. Bunda do'rikada qaranglar, osilchog'i bor. Bo'yi menimcha 55-60 chiqadi. Yengil gram. Tillasi rangi, eng asosiysi bizda tillarning rangi o'zgarmaydi, qoraymaydi, sinmaydi, sifatli va zavod tillasi. Zakazlarni Telegram orqali 99li 764 05 05 ga bemalol zakaz qilsanglar, ayniqsa mana mulk tillalarni olish tavsiya qilaman, chunki bular sizga kichkina grami ham bor. Xohlasanglar, lekin eng kichkinasi 10 gram bemalol zakaz bersanglar bo'ladi Telegramda.